Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyatidan keldim. O'g'limni olib keldim. Tomog'ida og'riq, kuchli shamollash va bo'ynida limfa bezlari shishganligi uchun doktorga lorga olib borgandik. Unda doktor ko'rib, bizga operatsiya qilish kerakligini, adenoidini va anginasini olish kerakligini aytishdi. Lekin men yanayam Ikkilandingizda ikkilanib, sizni to'liqroq tekshirtirish, yaxshi anginani yanayam-da hisobigami, limfa shishgani yo boshqa shunaqa narsani hisobigami deb qidirib topib keldingiz. shunaqa Vaziyat Instagramdan tushuntirib berdim. ko'rdim-da sizni. Shu sizdan ham maslahat olay deb kelgandim. Menga juda ham yoqdi. To'liq tushuntirib berdingiz. Aslida kelib chiqishi, buni kasallik sababi qanaqa, hammasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldim va juda ham oddiy va juda ham nima deydi, sodda tilda tushuntirib, davo muolajalarini ham tabiiy yo'l bilan qanaqa davolash kerakligini aytib, hozir birinchi kurs lecheniyamizni berdilar. Inshaalloh shifo bo'ladi deb niyatdaman. Aytayotgandingiz-u, bu limfaga har xil mazlarni maslahat berishdi. Shunaqa O'sha sovg'ini o'zim yeganmiz deb. Nima bo'ldi? shunaqa O'shani holat aytib bersangiz. bo'lgan edi. Oyimlar shu shamollashdan keyin limfalari shishgandida, keyin kimnidir endi doktorim, bilmayman, tavsiyasi bilan shu svet oldilar, qanaqadir lecheniyalar oldilar. U limfa keyin onkologik kasallikka aylanib ketib, rosa qiynaldik. Lekin alhamdulillah hozir yaxshilar, sog' salomatlar, onkologiyadan yaxshi bo'lib tuzalib ketdilar. Lekin u jarayonni bosib o'tguncha ham juda katta qiyinchiliklardan o'tdilar. Shuning uchun bu narsaga nima deydi, juda jiddiy e'tibor berish kerakligini va doim nima deydi, vaqtida muolaja olish kerakligini tushunganim uchun oldingizga keldik.